Assalomu alaykum, O'zbek Milliy akademik drama teatri. Yaxshimisan? Ko'rinishing juda ham yaxshi. Seni ko'rib juda ham xursandman. Ko'z tegmasin. Ochiq eshiklar kuni o'tkazayotganingni eshitib, biz ham kelaverdik. Teatr bilan gaplashayotganimni ko'rib hech ham hayron bo'lmang. U faqat bizni eshitadi, balki u ham gapira oladi. Teatr o'zbek madaniyatining gapiradigan shakli hisoblanadi. Ketdik, u bilan suhbatlashamiz. Teatr, o'zing haqingda so'zlab ber. Men O'zbek Milliy akademik drama teatriman. Bugun men 113 yoshdaman. Esimda 1914-yil 27 fevral kuni sahnamda birinchi spektakl Padarkush qo'yilgandi. Tomoshabinlar judayam iliq kutib olgan meni. Shu vaqtgacha sahnamda yuzlab san'atkorlar ijrosida minglab spektakllar namoyish etildi. Men jadidlar orzusidan tug'ilgan, millat ruhini asrab kelayotgan maskanman. Bugun ham akademik drama teatri sifatida san'at va madaniyatni targ'ib etib kelmoqdaman. Mana shunaqa. U an'ana va marosimlarning davomchisi sifatida gapiradi. U milliy xarakterlar haqida gapiradi. U tarix haqida gapiradi. U jamiyatdagi ijtimoiy muammolarning ustidan kuladi. U tomoshabinlar bilan jonli muloqot qiladi. Milliy musiqa, raqs, rassomchilik, liboslar, umuman olganda teatr san'ati 10 ga yaqin madaniyat yo'nalishlarini birlashtiradi. Teatrdagi dialoglar esa madaniyat va o'zbek tilining tirik lug'atidir. Kriz bro, gaplaringiz keskir desam, bekorga emas ekan-da. Mana shunday yirik madaniy maskanda tomoshabin madaniyati ham juda muhim. Bu haqda teatrning o'zi sizlarga so'zlab beradi. Ba'zi tomoshabinlar spektakl vaqtida tomosha madaniyatiga amal qilmay meni ranjitadi. Shuning uchun asosiy qoidalarni eslataman. Spektaklga kechikib kelmang. Tomosha vaqtida gaplashmang va ovqatlanmang. Telefondan foydalanmang. Spektaklni tasvirga olmang. Telefoningizni ovozsiz rejimga qo'ying. Spektakl tugamasidan chiqib ketmang. Tomoshaga yosh bolalar bilan tushmang. Chunki mendagi spektakllar 12 yoshdan yuqori bo'lganlar uchun mo'ljallangan. Teatrni hurmat qiling. Shunda siz ham haqiqiy tomosha zavqini his qilasiz. Xayr, qadrdon teatr. Ijod qilishdan, so'zlashdan, tomoshabinlarni kuldirish va yig'latishdan, o'zbek madaniyatini targ'ib qilishdan hech ham charchama. Biz seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizchi, teatrni yaxshi ko'rasizmi?